Aynan mana shu retsept bilan siz bemalol daromad qilishingiz mumkin. Tartaletka shirinligini pishirish uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarni grammajlarini hammasini video opisiyaniyasiga yozib qoldiraman. Xona haroratida yumshab turgan saryog' yoki margarinni yaxshilab ko'pirtiramiz. Bir dona tuxumni atalab, yarmini qo'shib, yana ko'pirtirishda davom etamiz. Shakar upasini xuddi videoda ko'rsatilgandek 1 osh qoshiqdan qo'shib, har osh qoshiq qo'shilganda mikserlab boramiz. Shirin ifor taratish uchun albatta vanilin qo'shishingiz shart. Mikserlaymiz va elangan unni ham 1 osh qoshiqdan qo'shib mikserlab boramiz. O'lchangan unimizdan 2-3 qoshiq qolganda stolga olib, uni ham qo'shib, yaxshilab qo'limiz yordamida xamir qorib olamiz. Hosil bo'lgan xamirni strechga o'raymiz va 2 soatga xolodilnikka jo'natamiz. Xolodilnikda tin olgan xamirni xuddi shunday bo'laklarga bo'lib, qolipni yog'lamasdan shundoqligicha qolipga joylashtiramiz va vilka yordamida iz tushiramiz. 20-25 daqiqaga o'rtacha olovga gaz duxovkasiga jo'natamiz. Qaymoq va molokoni qo'shib, morozilkaga yarim soatga qo'yib olib, so'ng mikserlasak, zo'r qot beradigan morojniy krem chiqadi. Qolipdan osongina ko'chgan tartaletkalarni krem bilan boyitamiz va ustini istagancha bezaymiz. Diyoram Cooking sizni pazandaga aylantiradi.